Assalomu alaykum. Bir qancha kundan beri axborotlarda keng tarqalayotgan dunyoda g'ulg'ul qo'zg'agan Wuhan virusiga diagnoz qo'yishda ishlatilgan Xitoylar ishlab chiqargan kitninki to'g'riliq nisbatinki intayin tuvan bo'lish masalasi. Xitoylar ishlab chiqqan bu kitni bir qism davlatlar setib olgan, Ispaniya setib olgan davlatlarning birisi. Ispaniya setib olgandan keyin sinaq qilmay bevosita ishlatgan. Ishlatgandan keyingi mezgillarda bu kitninki chiqargan natijasini to'g'ri emasligini bilgandan keyin Ispaniya darhol bu kitlarni ishlatmaslik to'g'risida qaror qildi va Xitoyda sotilgan barliq kitlarni qaytarib berish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Turkiya ham bu kitni sotib olgan davlatlarning ichida, ammo Turkiya Ispaniyaga o'xshab bevosita ishlatmasdan oldin bilan sinaq qilgan. Sinaq qilish jarayonida haqiqatan bu kitniki to'g'ri natija bermaganligi isbotlangandan keyin Turkiya ham bu kitni ishlatmaslik to'g'risida qaror qilgan. Endi bu kitniki to'g'ri yo xato natija berishini qanday bildi, qanday isbotlaydi degan masalada Xitoyning ilk kit bilan davlatdagi mavjud bo'lgan tekshirish usulini o'xshash kishilar ustida sinaq qilib berish orqali natijasini solishtiramiz. Natijasiga qarab bu kitniki to'g'ri yo xato natija berganligini bilgili bo'ldi. Undan keyin eng ko'p so'ralgan savollarning birisi Xitoyning bu kit bo'lmasa Wuhan virusiga diagnoz qo'yilib bo'lmamdi degan masala. Albatta bu kit bo'lmagan holatdami davlatlar o'ziniki imkoniga asosan Wuhan virusiga diagnoz qo'ygan. Faqat mavjud bo'lgan diagnoz usulida vaqt ko'p olganligi uchun Xitoy bizni bu kit 15 minut ichida natija chiqarib berdi deganlik uchun hozirgi jiddiy ahvolni ko'z tutib Xitoyning kitni ishlatishni qaror qilgan va olgan va qaror qilib elishni o'ylashgan davlatlar bor. Bu natija o'tirib chiqqandan keyin olgan davlatlar qaytarib berdi, elishni o'ylayotgan davlatlar bu fikrdan voz kechdi. Ana bu davlat Xitoyning boshqa yerda ishlanmamdi degan vaqtimizda, bu kit boshqa davlatda ishlanmamdi degan vaqtimizda bir qism davlatlar ishlab chiqaryotdi, ishlatyotdi. Turkiya ham ishlab chiqardi o'zining yangi kitini va Amerika tunjilab Turkiyadan bu kitni olgan davlatlardan biri bo'ldi. Turkiyaning yangi ishlab chiqqan kitida 10 va 15 minut ichida natija chiqarib berdi. Angliya ham yaqinda o'ziniki bu to'g'risida tadqiqot olib berayotgan to'g'risida bayonot e'lon qildi va bu natija yaxshi chiqsa qisqa vaqt ichida bozorga soldiganligini, bu kitniki hamma kishiniki o'ziniki oilasida ishlatadigan to'g'risida ma'lumot berdi. Endi Angliyaniki ishlab chiqqan bu kitda faqat hamma odam uni dorixonalardan yoki internet sotilish orqali uyda o'ziniki virusdan yuqumlanganini biladi. Parmog'idan qon olish orqali 15 minut ichida natijasini chiqarib beradi ekan. Balkim qisqa vaqt ichida bularni yaxshi bir natija bilan bozorga solinishi mumkin. Keyingi bir so'ralgan savollarda bizmi cho'qim tashkil beqishimiz kerakmi degan masala. Agar sizda Wuhan virusini alomatli ko'rinmasa, tashkil beqishingizga hojat yo'q. Chunki bu kitlar mavjud bo'lgan davlatlarda yetarli emas. Faqat yoshlarda, yosh cho'nglarda, undan keyin bu virusniki alomat ko'ringan kishilarda yoki chet eldan qaytib kelgan kishilar bilan ishlatiladi. Chunki kit yetarli emas. Balki keyingi mezgillarda kitniki ishlab chiqarish tezlashsa, hamma odamga taqdim berilishi yoki hamma odamni tekshirish olib berishi mumkin. Bugungi bu kit to'g'risida men shunchalik ma'lumot bersam, agar so'raydigan savollar bo'lib qolsa, videoning ostiga yozib qo'ysanglar, men qo'limdan kelgancha bilishimcha javob beraman. Oxirida hammalarning kitning salomat bo'lishini, har qaysimizning turayotgan davlatlarniki tavsiyasiga moslashishimizni, mumkin bu mezgillarda uyda turib bu tashkilotlarni tinchimon o'tib ketishimizni umid qilaman. Alloh hammamizni sog' salomat qilsin. Alloh amin.